Azizlar, bugun men juda muhim va ko'pchilikni xavotirga solayotgan masalani tushuntirib beraman. Pensioner vafot etsa, uni dafn qilishda qaysi qog'ozlar kerak bo'ladi? Qarindoshlari qanday ma'lumotnomalarni yig'ishi kerak? Qaysi hujjat bo'lmasa qabriston, mahalla yoki davlat idoralari ishni cho'zishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki keksalarimiz bor, ota-onamiz bor. Bu holat kutilmaganda yuz beradi va aynan shunday paytda odamlar nima qilishni bilmay, sarson bo'lib qoladi. Videoni hozirroq oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Men avvalo bitta narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Odam vafot etganda uni insoniy va diniy tartibda dafn qilishga hech kim to'sqinlik qilmasligi kerak. Lekin amaliy hayotda bir nechta rasmiy hujjatlarsiz dafn jarayoni, qabristonda joy ajratish, o'limni ro'yxatdan o'tkazish, pensiyani to'xtatish, dafn puli yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni olish juda qiyinlashadi. Odamlar orasida endi pensionerni qog'ozsiz dafn etishmaydi degan gap tarqalayotganining sababi ham shunda. Dafning o'zi emas, balki dafn bilan bog'liq rasmiy ishlar hujjatsiz yurmaydi. Avvallari ko'p joylarda ishlar ancha soddaroq bo'lgan. Masalan, mahalla raisi yoki oqsoqol marhumni tanisa, qarindoshlari pasportini ko'rsatsa, qabriston mas'ullari joy ajratib, dafn marosimi tez tashkil qilinardi. O'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma keyinroq olinardi. FSHDYo'dan o'lim guvohnomasi keyin rasmiylashtiriladi. Ayniqsa qishloq joylarda falonchi aka vafot etdi, hamma taniydi degan asosda ish bitib ketaverardi. Lekin hozir davlat xizmatlari raqamlashtirilgani, pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, meros, bankdagi mablag'lar va mulk masalalari elektron bazalar orqali tekshirilayotgani uchun rasmiy hujjatlarning ahamiyati keskin oshdi. Endi o'lim fakti bir tomondan tasdiqlanmasa, keyingi barcha jarayonlar to'xtab qolishi mumkin. Nega? Chunki davlat uchun odamning vafot etgani og'zaki gap bilan emas, tibbiy hujjat va FHDYo ro'yxati bilan tasdiqlanadi. Pensioner bo'lsa, bu yanada muhim. Pensiya to'lovlari o'z vaqtida to'xtatilishi kerak. Ortiqcha to'langan pensiya keyin qarindoshlardan qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Dafn nafaqasi ajratilishi uchun esa marhumning haqiqatan pensioner bo'lgani va vafot etgani hujjatlar bilan ko'rsatiladi. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan hujjat bu tibbiy o'lim haqidagi ma'lumotnoma. Odam uyda vafot etsa, odatda tez yordam chaqiriladi yoki hududiy poliklinika shifokori xabardor qilinadi. Shifokor kelib o'lim holatini qayd qiladi. Agar o'lim tabiiy bo'lsa, ya'ni inson uzoq vaqt kasal bo'lgan, yoshi katta bo'lgan. Shubhali jarohatlar bo'lmasa, tibbiy ma'lumotnoma berish tartibi nisbatan oson bo'ladi. Lekin odam kutilmaganda vafot etsa, yiqilib tushgan bo'lsa, tanasida jarohat bo'lsa, yolg'iz yashagan bo'lsa yoki o'lim sababi noma'lum bo'lsa, ichki ishlar organlari va tibbiy ekspertiz ham jalb qilinishi mumkin. Mana shu joyda qarindoshlar ko'p vaqt yo'qotadi, chunki tezroq dafn qilaylik deyishadi. Lekin shifokor o'lim sababini aniqlamasdan hujjat bera olmaydi. Ikkinchi muhim hujjat marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Agar pensionerning pasporti yo'qolgan bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa, eski namuna hujjat bo'lsa, qarindoshlar qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat izlashiga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, pensiya daftarchasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, mahalla ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha ro'yxat ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashagan pensionerlar bo'yicha muammo ko'p chiqadi. Farzandlari boshqa viloyatda, pasport qayerdaligi noma'lum, uyidagi hujjatlar chalkash. Telefon raqamlari yo'q. Shuning uchun men doim aytaman, keksalarimizning asosiy hujjatlari qayerda turganini oila a'zolari oldindan bilishi kerak. Uchinchi masala, FHDYo orqali o'limni ro'yxatdan o'tkazish. Tibbiy ma'lumotnoma asosida o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Bu guvohnoma keyinchalik juda ko'p ishlar uchun kerak bo'ladi. Meros ochish, uy-joyni rasmiylashtirish, bankdagi omonatni olish, kommunal xizmat shartnomalarini o'zgartirish, pensiyani yopish, dafn nafaqasini olish, ijtimoiy to'lovlarni to'xtatish. Ba'zi oilalar dafn qildik bo'ldi deb o'ylaydi. Oradan 2-3 oy o'tib, uy hujjatlarini rasmiylashtirmoqchi bo'lganda yoki marhum nomidagi bank kartasida pul qolganini bilganda o'lim guvohnomasi yo'qligi sababli sarson bo'ladi. Keling, bir nechta hayotiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida
78 yoshli pensioner ota vafot etdi. Farzandlari dafn marosimini tez o'tkazdi, lekin o'lim guvohnomasini bir hafta kechiktirdi. Shu vaqt ichida pensionerning bank kartasiga navbatdagi pensiya tushdi. Oila a'zolari bu pulni ishlatib yubordi, chunki otamizning puli-ku deb o'ylashdi. Keyin pensiya jamg'armasi ortiqcha to'lovni aniqladi va qaytarishni so'radi. Natijada motam ichidagi oila yana idoraga qatnadi, arz yozdi, tushuntirish berdi. Agar o'lim darhol ro'yxatdan o'tkazilganida bunday noqulaylik bo'lmasdi. Ikkinchi misol, 804 yoshli onaxon qishloqda vafot etdi. U kishi uzoq yillar kasal bo'lgan, lekin doimiy vrach nazoratida bo'lmagan. Vafot kuni qarindoshlar shifokor chaqirmasdan darhol dafn tayyorgarligini boshlashgan. Qabriston mas'ullari tibbiy ma'lumotnoma so'raganda hamma hayron qolgan. Keyin shifokor kelgan, lekin o'lim vaqti, kasallik tarixi. Oxirgi ko'rik haqida savollar tug'ilgan. Natijada bir necha soatlik kechikish bo'lgan. Bu yerda kimdir yomonlik qilgani yo'q. Oddiy tartib bor. O'lim sababini tibbiy xodim tasdiqlashi kerak. Uchinchi misol. 69 yoshli pensioner yolg'iz yashagan. Qo'shnilari xabar bergan, qarindoshlari boshqa shahardan yetib kelgan. Uyda pasport topilmagan, faqat eski pensiya hujjatlari va kommunal to'lov qog'ozlari chiqqan. Shaxsni tasdiqlash uchun mahalla, ichki ishlar, FADYA va ma'lumotlari tekshirilgan. Dafn marosimi kechikmasligi uchun mahalla yordam bergan, lekin keyingi rasmiy ishlar 10 kundan ortiq cho'zilgan. Sababi bitta. Hujjatlar tartibda saqlanmagan. Kimlar xavotir olishi kerak? Avvalo uyda keksa pensioner bor oilalar. Ayniqsa ota-onasi yoki buvisi bobosi uzoqdan qariladigan, farzandlari chet elda yoki boshqa viloyatda yashaydigan oilalar. Ikkinchidan, pasporti yo'qolgan, ID kartaga almashtirilmagan, yashash joy hujjatlari chalkash pensionerlar. Uchinchidan, yolg'iz yashaydigan, qarindoshlari kam yoki hujjatlarini hech kim bilmaydigan keksalar. Nogironligi bor, doimiy davolanishda bo'lgan, lekin tibbiy kartasi tartibsiz yuritilgan fuqarolar. Kimlar haddan tashqari vahima qilmasligi kerak? Agar pensionerning pasporti joyida bo'lsa, tibbiy kartasi bo'lsa, yashash joyi aniq bo'lsa, qarindoshlari kimga murojaat qilishni bilsa, dafn jarayoni odatda juda murakkab bo'lmaydi. Asosiy shart o'lim holati yuz berganda o'zboshimchalik qilmasdan darhol shifokor va mahallaga xabar berish. Qog'ozlar talab qilinishi sizni qo'rqitmasin. Bu tartib kelajakdagi nizolar, meros talashish, ortiqcha pensiya, noqonuniy to'lovlar va shaxsni adashtirish kabi muammolarning oldini olish uchun kerak. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, o'lim uyda bo'ldimi, shifoxonada bo'ldimi yoki ko'chada bo'ldimi tartib farq qiladi. Agar pensioner shifoxonada vafot etsa, tibbiy hujjatlarni odatda shifoxona beradi. Qarindoshlar marhumning shaxsiy hujjatlari bilan murojaat qiladi, shifoxona o'lim sababini qayd etadi. Agar uyda vafot etsa, hududiy shifokor tez yordam ba'zan ichki ishlar vakili ishtiroki kerak bo'lishi mumkin. Agar ko'chada, ish joyida, mehmondorchilikda yoki transportda vafot etsa, albatta tekshiruv ko'proq bo'ladi. Chunki o'lim sababi aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensioner degan maqomning o'zi ham hujjat bilan tasdiqlanadi. Dafn nafaqasi yoki pensiya bilan bog'liq to'lovlarni olish uchun marhum pensiya olganini ko'rsatish talab qilinishi mumkin. Bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazada bor, lekin bazada xatolik bo'lsa, familiya imlosi boshqacha yozilgan bo'lsa, pasport seriyasi yangilangan bo'lsa, qarindoshlar qo'shimcha hujjat olib keladi. Masalan, eski pasporti Abdullayev, yangi idida Abdullayev tarzida yozilgan bo'lsa, ayrim idoralarda moslashtirish talab qilinadi. Bu mayda ko'rgan masala, lekin aynan shunday harflar sababli ish cho'ziladi. Uchinchi nozik jihat, qarindoshlikni tasdiqlash. Dafn bilan bog'liq ayrim to'lovlarni olishda kim murojaat qilyapti? U marhumga kim bo'ladi? Haqiqatan dafn xarajatini kim ko'taradi degan savollar chiqadi. Farzand bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi. Turmush o'rtog'i bo'lsa nikoh guvohnomasi, aka-uka yoki opa-singil bo'lsa tug'ilganlik ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma vaqt ham bu hujjatlar bir kunda topilmaydi. Ayniqsa eski yillarda tug'ilganlar. Familiyasi nikohdan keyin o'zgargan ayollar, ikkinchi nikohdagi oilalarda bu masala murakkablashadi. To'rtinchi xavfli joy, bank kartasi va pensiya puli. Men alohida ogohlantiraman. Marhum vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish masalasida juda ehtiyot bo'ling. Pin kodini bilaman, o'zim olsam bo'ladi deb o'ylamang. Agar pul vafotdan keyin tushgan bo'lsa yoki meros tartibida olinishi kerak bo'lgan mablag' bo'lsa,
keyin nizoli holat paydo bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l o'lim guvohnomasini olib bank yoki tegishli idoraga qonuniy tartibda murojaat qilish. Dafn xarajati uchun ruxsat etiladigan to'lovlar bo'lsa ham buni og'zaki emas, hujjat bilan rasmiylashtirish kerak. 5-nozik jihat. Qabriston ma'muriyati yoki mahalla talab qiladigan hujjatlar hududga qarab biroz farq qilishi mumkin. Ba'zi joyda faqat tibbiy ma'lumotnoma va marhumning pasport nusxasi yetarli bo'ladi. Ba'zi joyda mahalla ma'lumotnomasi, yaqin qarindoshning pasporti, dafn etish uchun ariza, qabristondagi qarindoshlar yoniga qo'yilsa, avval dafn etilgan shaxs haqidagi ma'lumot ham so'ralishi mumkin. Bu hamma joyda bir xil degani emas. Lekin tayyor turgan odam yutadi. Qachonki dafn kuni hujjat izlab yugurilsa, odam asabiylashadi. Bizni qiynashyapti degan hissiyot paydo bo'ladi. 6-masala, agar o'lim shubhali bo'lsa, diniy marosimni tezlashtirish istagi bilan rasmiy tekshiruvni chetlab o'tishga urinmang. Masalan, odam zinadan yiqilib vafot etgan bo'lsa, zaharlanish ehtimoli bo'lsa, tanasida jarohat bo'lsa, qarindoshlari baribir keksaydi. Dafn qilaveraylik desa ham tibbiy va huquqiy tartiblar bajarilishi shart. Bu marhumning o'zi uchun ham, oilaning kelajagi uchun ham muhim. Keyinchalik o'lim sababi nima edi degan savol meros sug'urta. Javobgarlik yoki oilaviy nizo paytida chiqib qolishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyingizdagi pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga tartibli qilib qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, tibbiy karta yoki kasallik bo'yicha epikrizlar, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari nusxalari. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar alohida papkada tursin. Bu papka qayerda ekanini kamida 2 nafar yaqin qarindosh bilsin. Hujjatlarni yashirib qo'yish yaxshi emas. Favqulodda holatda odamlar shkaf, sandiq, sumka tetkilab vaqt yo'qotadi. Ikkinchi qadam, keksangizning tibbiy holatini rasmiy nazoratda ushlang. Agar u kishi yurak, qandli diabet, qon bosimi, insult, saraton yoki boshqa og'ir kasallik bilan og'risa, poliklinikada qayd bo'lsin, shifokor ko'rigidan o'tsin. Bu faqat davolanish uchun emas. Keyinchalik tabiiy o'lim holatini tasdiqlashda ham yordam beradi. Shifokor bu bemor uzoq vaqt nazoratda bo'lgan, kasalligi bor edi deb hujjatga asoslanadi. Tibbiy tarix bo'lmasa, shifokor ham ehtiyotkor bo'ladi. 3-qadam. Vafot holati yuz bersa, birinchi navbatda tez yordamga yoki hududiy shifokorga xabar bering. Telefon orqali odam vafot etdi, yoshi shuncha, manzil shunday, kasalligi shunday edi deb aniq ayting. Shifokor kelmaguncha marhumning holatini keskin o'zgartirmaslik, hujjatlarni yo'qotmaslik, begona odamlarning ko'p aralashishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Agar o'lim shubhali bo'lsa, ichki ishlar organlari chaqirilishi mumkin. Bundan qo'rqmang, bu tartib. 4-qadam, tibbiy o'lim ma'lumotnomasini oling. Bu hujjat keyingi barcha ishlarning kaliti. Unda marhumning ismi, familiyasi, tug'ilgan sanasi, o'lim sanasi, o'lim sababi yoki tibbiy ko'rsatma qayd etiladi. Ma'lumotnomadagi ism, familiya, pasport bilan bir xil yozilganini tekshiring. Bitta harf xato yozilsa ham FADGOda yoki boshqa idorada muammo chiqishi mumkin. Xatoni darhol shu joyning o'zida tuzattiring. 5-qadam. FHD yoki davlat xizmatlari orqali o'limni ro'yxatdan o'tkazing. Buning uchun odatda tibbiy ma'lumotnoma, marhumning pasporti yoki ID kartasi, murojaat qiluvchining pasporti kerak bo'ladi. Ayrim holatlarda qo'shimcha hujjatlar so'ralishi mumkin. O'lim guvohnomasini olganingizdan keyin uni bir nechta nusxada ko'paytirib qo'ying, lekin asl nusxani ehtiyot qiling. Meros, bank, pensiya, uy-joy, kommunal xizmatlar uchun sizga qayta kerak bo'ladi. 6-qadam, mahalla va qabriston mas'ullari bilan rasmiy gaplashing. Qaysi hujjat kerakligini oldindan so'rang. Tibbiy ma'lumotnoma kerakmi? O'lim guvohnomasi kerakmi? Marhumning pasport nusxasi kerakmi? Qarindoshning arizasi kerakmi? Agar qabristonda oilaviy joy bo'lsa, avval dafn etilgan qarindoshning ma'lumotlarini ham tayyorlang. Kimga qancha to'lov qilinyapti? Nima uchun to'lov qilinyapti? Imkon bo'lsa, kvitansiya yoki yozma tasdiq oling. Motam paytida odamlar pul masalasini tortishni xohlamaydi, lekin keyin tushunmovchilik bo'lmasligi uchun tartib kerak. 7-qadam. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tegishli idoraga xabar bering. Marhum pensioner bo'lsa, uning vafoti haqidagi ma'lumot bazaga tushishi kerak. Ba'zan FHDga orqali avtomatik ketadi. Lekin men baribir yaqinlariga tekshirtirishni maslahat beraman. Agar dafn nafaqasi olish huquqi bo'lsa, ariza bilan murojaat qiling.
arizada marhumning ma'lumotlari, o'lim sanasi, murojaat qiluvchining ma'lumotlari, qarindoshlik darajasi, bank rekvizitlari ko'rsatiladi. Kerak bo'lsa, dafn xarajatini siz ko'targaningizni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. 8-qadam, meros masalasini kechiktirmang. O'lim guvohnomasi olingandan keyin marhumning uy-joyi, yer uchastkasi, avtomobili, bank omonati, aksiyalari yoki boshqa mulki bo'lsa, notariusga murojaat qilish kerak. Meros uchun odatda belgilangan muddatlar bo'ladi. Shuning uchun keyin qilamiz deb yillar o'tkazib yubormang. Ayniqsa pensioner nomida uy bo'lsa, kommunal to'lovlar, soliq, kadastr, bank qarzi, kredit kabi masalalar keyinchalik farzandlar o'rtasida nizoga aylanadi. 9-qadam. Barcha hujjatlarni bitta papkada saqlang. Tibbiy o'lim ma'lumotnomasi nusxasi, o'lim guvohnomasi, dafn bilan bog'liq arizalar, qabriston ma'lumotlari, pensiya idorasiga topshirilgan ariza nusxasi. Bankka murojaat hujjatlari, notarius qog'ozlari bir joyda bo'lsin. Har bir idoraga borganda qaysi hujjatni topshirdim, kim qabul qildi, qachon javob beradi deb yozib boring. Bu oddiy daftar bo'lsa ham bo'ladi. Motam paytida odam eslab qola olmaydi. Shuning uchun yozuv juda asqatadi. Yana bir amaliy maslahat, keksa ota-onangiz bilan bunday mavzuda gaplashish og'ir, lekin kerak. Ota, hujjatlaringiz qayerda turadi? Ona, poliklinika kartangiz qayerda? Pensiya kartangiz qaysi bankdan? Uy hujjati kimning nomida deb muloyim so'rang. Bu o'limni chaqirish emas, bu oilani tartibga keltirish. Ko'p oilalarda aynan shu savollar oldindan berilmagani uchun vafotdan keyin farzandlar bir-biri bilan tortishib qoladi. Demak, azizlar, asosiy xulosa shuki, pensionerni dafn qilishda eng muhim hujjatlar tibbiy o'lim ma'lumotnomasi, marhumning pasporti yoki ID kartasi, keyin FTDIOdan olinadigan o'lim guvohnomasi, zaruratga qarab mahalla, qarindoshlik, pensiya va dafn nafaqasi bo'yicha hujjatlardir. Bu qog'ozlar odamlarni qiynash uchun emas, balki o'lim faktini qonuniy tasdiqlash, pensiya va meros ishlarini to'g'ri yuritish, keyingi nizolarning oldini olish uchun kerak. Eng katta xato shifokor chaqirmasdan dafn tayyorgarligini boshlash, pasportni yo'qotish, o'limni vaqtida ro'yxatdan o'tkazmaslik, marhumning kartasidan o'z boshimchalik bilan pul yechish. Agar sizning uyingizda pensioner bo'lsa, bugun hujjatlarni tekshiring, qayerda turganini biling, kerakli nusxalarni tayyorlang. Shunda og'ir kunda sarson bo'lmaysiz. Marhumning hurmati joyiga qo'yiladi. Rasmiy ishlar ham tinch va tartibli bitadi. Sizning hududingizda dafn uchun qaysi hujjatlarni so'rashgan? Qabriston, mahalla yoki idoralarda qanday muammoga duch kelgansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak.